Siz ham ertalab turganingizda bosh og'rig'i bilan uyg'onasizmi? Ertalab turganda bosh og'rig'ining 4 ta asosiy sababi bor. 4-chisini siz hali o'ylab ham ko'rmagansiz. Birinchisi yuqori qon bosim. Ko'pchilik uxlaganda qon bosimi tushadi. Ba'zi hollarda qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Qon bosimining ko'tarilishi miyaga ta'sir qiladi va bu bosh og'rib uyg'onishga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, bo'yin umurtqalari osteoxondrozi. Agar uxlaganda bu o'yiningizda osteoxondroz bo'lsa, mushaklar siqishi, nerv tolalari siqilishi hisobiga bosh og'rib uyg'onishi mumkin. Uchinchisi, zararli odatlar. Ko'p alkogol ichimliklar iste'mol qilish, kofeinlar iste'mol qilish bu bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. To'rtinchisi, eng muhimi, tungi apnoe, nafas yetishmay qolishi. Uxlaganda nafas to'satdan to'xtab, bosh og'rib uyg'onishi. Bu holat ortiqcha vazn borlarda, burun to'siq qiyshiqlarda va adenovirgitatsiyasi bor bemorlarda ko'proq uchraydi. Bu holatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizlarda ham yuqorida ko'rsatilgan belgilar kuzatilsa, shifokorga murojaat qilib, buni vaqtida bartaraf qilishni tavsiya qilaman.